sizdan sichqon hidi kelyapti. Kelin. Labiya oyijon. Voy, o'tiring, sizda gapim bor. Labiya oyijon. Nima gapingiz bor? Menga qarang. Xo'p. Dinoraxon yangi tug'ib chiqdilar. Aha. Uylaridan g'alati hid kelyapti, bilyapsizmi? Voy oyijon, shuni sizga aytolmayapti edim. Radomdan chiqqan kunligi shunaqa yomon hid keldi uydan. Turib bo'lmayapti oyijon. Voy, shuni aytmaysizmi ovsinizga? Nima bu? Bitta tug'ib o'zini eplolmasa. Mana bu 6 ta tuqqanmi? O'zimni eplab, tozalanib yurardim, ayol kishi-ku. Voy, menga o'xshab 6 ta tuqsa, voy, qurtlab ketar ekanda. Oyijon, shuni aytolmayapti edim. Xijolat qilmay dedim o'zimni. Bugun gaplashaman oyijon. Sizni vazifangiz. Ovsin gapirish kerak buni. Kim gapiradi? Men gapirsam og'ir botadi. Hozir kirib gaplashaman. Ha, boring, ayta qoling. Voy Dinoraxon, o'zim. Keling opajon. Sizga oshab kelib issiqlik yeb oling. Maqsadingizdan turib, men o'zim dazmol qilib berardim-ku sizga. Yo'q, keling, o'zim ishlarimni o'zim qilay. Dinoraxon, o'zim, sizga o'zim singlim deganman, sizda muhim gapim bor. Xo'p, ishlarim. Bilaman, gaplarimdan xafa bo'lmang. Ayol kishilarda har xil holat bo'ladi. Yangi tug'ib kelgan ayolsiz. Ayrim ayollar o'zini o'zi eplolmaydigan holatlar bo'ladi. Siz ham Bo'ldi opajon, sizni tushundim. Mendan shunaqa, tuqqanimdan keyin shunaqa hid kelyapti. yuring bo'lmasa doktorga Yo'q, yo'q, gapingizni gapirib bo'ldingizmi opajon? Bo'ldi, chiqishingiz mumkin. Men ishlarimni qilishim kerak. Mayli. Bilaman, bolamdan hid kelyapti. Lekin qanday aytaman? Onaman-ku men. Lekin chaqaloqlardan bunaqa hid kelmasdi-yu. Nimaga bunaqa bo'lyapti ekan? Voy dod! Voy, o'lib qolaman hidiga. Ziyoda! Labiya oyijon. Voy, nima bu tartibsizlik? Xonada nima saqlayapti? Sichqon hidi kelyapti, chidolmayapman. Voy oyijon, bolani chaqaloq kiyimlarini men zo'rg'a yuvdim. Chaqaloq kiyimlar sichqon hidi kelyapti oyijon. Voy, eplasanglar, tuqsanglar bo'lmaydimi, a? Oyijon. Voy, xonmamni hidiga chidolmayapti-ku. Oyijon, men ham zo'rg'a yuvdim bolani kiyimlarini. Aynan bolani kiyimidan hid kelyapti oyijon. Men shuni sezdim. Dinarani chaqiring menga. Tez chaqiring Dinarani. Xo'p bo'ladi. Voy, dod. Labiya oyijon. Voy, Dinaraxon? Xo'p. Bitta tug'ishli xolingiz bor ekan-ku. Voy, nima bu? Voy, hidingizdagi chidab bo'lmayapti-ku. Nima qildim? Voy, butun uy hid olib ketdi. Oyijon, bu hid boladan kelyapti, mendan emas. Navarizdan kelyapti, siydigidan, og'zidan, shunda butun badanidan noxush hid kelyapti. Voy, nega shuni aytmaysiz, Dinara? Qanday aytaman? Onaman-ku men ham. Voy, shu bekitadigan narsami? Yalani bekitsang kattalashadi degan gap bor. Nega shuni aytmadingiz? Pediatrlar indamadimi raddomda bolam? Raddomda skrining tahlilini olishdi. Faqat u 15 kunda chiqargan-da, men ham o'shani kutmayman oyijon. Nima ekan u skrining tahlili? Irsiy kasalliklarni aniqlab berishar ekan. Bormi, yo'qmi? Voy, 15 kun kutmasdan Akromga telefon qiling. Bugun meni nevaramni doktorga olib boringlar, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Boringlar.